Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'tgan hafta AQSh kongressida so'zlab, Obama siyosatini qoraladi. Eron bilan ketayotgan muzokaralar tinchlikka yetaklamaydi deydi u. Islomiy Respublika bir tomondan gap sotmoqda, ikkinchi tomondan esa vaqtni yutayapti. Yadroviy dasturini mustahkamlamoqda deydi Isroil rahbari. Uningcha Tehron atom quroliga egalik qilish niyatidan qaytmagan. Demokratlar Netanyahuning gaplaridan g'azabda. Nutq Isroil rahbarini Oq uydan yanada uzoqlashtirgan. Obama va Netanyahu orasidagi aloqalar tarayligicha qolmoqda. Mr. Speaker, the Prime Minister of Israel. Netanyahu Senat va Vakillar palatasi oldiga chiqqanida Washingtonda unga nisbatan mavjud norozilikni yumshatishga urindi. U AQShga Oq uy bilan kelishib emas, bevosita kongress taklifiga binoan keldi. Bu esa o'ziga xos qarshilik uyg'otdi. Isroil yolg'iz emas. Amerika Isroil bilan yonma-yon, yelkadosh. Bilaman, har biringiz Isroilni quvvatlaysiz. Netanyahu Barack Obama prezidentligi davrida Isroilga yordam davom etganidan minnatdorligini aytdi. Oq uy mening xalqim uchun madad manbai dedi u. Biz, shaxsan men prezident Obamaga buning uchun rahmat aytaman. Biroq ma'ruzasining asosiy qismida u Oq uy olib borayotgan siyosatni tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar Eron bilan til topishsa, bu faqat zarar keltiradi. Ko'zlangan maqsadga baribir erisha olmaysiz deya ishonchsizlik bildirdi u. Do'stlar, 1 yildan oshibdiki, bizga murosa orqali juda bo'lmasa Eronning atom dasturini sekinlashtiramiz deb kelishdi. Bunga erishdingizmi? Demokratlar nazarida esa Isroil rahbari vaziyatga to'g'ri baho bermayapti. Muzokaralar natijasini kutmay yaqin hamkori va ittifoqchilarni yomon otliq qilishga urinmoqda deydi Vakillar palatasida demokratlar lideri Nancy Pelosi. Prezident Obama fikricha ham Netanyahu adashyapti. Muzokara hali davom etmoqda. Avj pallada hozir, kutish kerak. Sabr qilaylik. Nimaga erishganimiz shunda ma'lum bo'ladi va kelishuvga qarab baho berasiz. Fol ochishdan kimga foyda? Demokrat kongressmen Lloyd Doggett Netanyahu nega aynan hozir keldi o'zi deya hayron. Isroilda saylov yaqin. Netanyahu qayta saylanmoqchi. Bu nutq saylov kampaniyasining bir qismi. Uni taklif qilish katta xato bo'ldi. Shu bois 60 ga yaqin partiyadoshim bormadi bu majlisga. Respublikachilar esa nutqdan mamnun. Eron atom dasturi kongress uchun eng dolzarb masalalardan biri. Vakillar palatasi, Senat hammamiz hozirgi siyosatni sinchiklab tekshirib, o'zimizga ma'qul bo'lmagan jihatlarini muhokama qilib, yangi qarorlar qabul qilishimiz kerak. Moliya va boshqa masalalarni qayta ko'rib chiqamiz. Gap AQSh, Isroil va butun dunyo tinchligi haqida ketmoqda. Netanyahu ma'ruzasi Isroilda saylov oldi nutqi deb talqin qilinmoqda. Muxolifat deydiki, bosh vazirga Oq uy eshigi ochilmagani kuchli siyosiy signal. AQSh bilan ishlamoqchi emas va Isroilga yangi bosh vazir kerak. Eslatib o'taman, biz bilan bog'lanishning eng ma'qul yo'li bu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni topish. Facebookda bormiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki va VKontaktedamiz. Mo'mirdan ham topasiz bizni.